odamlar buni qalbakilashtiryapti. Soxtasini olib kirishyapti, arzon narxlarda olib kirib, qimmat narxda sizlarga sotyapti. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sport bilan shug'ullangan odamning har bittasi pitaniyasi uchun o'zini yeyish ichishga qarab yuradi, lekin juda ko'p vaziyatlarda odamga haqiqiy ma'noda vitamin yetishmaydi. O'shanda protein ichamiz. Proteinni juda ko'p odam so'raydi, ichsa bo'ladimi, qatdan olsa bo'ladi. Men asosan mana shu firmadan olaman. Bu Applied Nutrition kompaniyasi, Yevropaning, Angliyaning kompaniyasi hisoblanadi. O'zbekistonda bir dona agenti bor, distributori bor. Bular bu mahsulotni o'ta sifatli va halol sertifikati bilan olib kirishadi. Doim shulardan olamiz. Bular ya'ni foydasini ham ko'rganmiz, lekin bitta muammo bor. U muammo nima desa, ayni mana shu mahsulotni sifatini ko'rganligi uchun odamlar buni qalbakilashtiryapti. Soxtasini olib kirishyapti, arzon narxlarda olib kirib, qimmat narxda sizlarga sotyapti. Endi bu ukalarimiz yangi uslubini qilishibdi. Mana bu joyiga alohida stiker yopishtirilgan, bu yerda o'chiriladigan joy bor. Agar siz bu mahsulotdan sotib olayotgan bo'lsangiz, bu joydagi kod bekitilgan joyi o'chirasiz, kod chiqadi, QR kodga uni kirgizasiz, kodni. Kirgizganingizda sizga olgan mahsulotingiz originalmi yoki original emasmi, soxtami yoki haqiqiysimi chiqadi. Ehtiyot bo'ling, olayotgan paytingizda yaxshi narsani